Assalomu alaykum hammaga. Android Vision'lar kanaliga xush kelibsiz. Xo'sh, bugun men sizlar bilan shu Android Studio bo'yicha mini kursimning 5-qismini qilib ko'rsataman. Mana qilib oldim proyektni. Xo'p, bunda o'z Telegram kanalimda, ya'ni Android Vision'lar Telegram kanalimda so'rovnoma qilgandim va boshi ovozlar soni teng bo'lib qolgan, keyin ertasi kuni yana kutgandim va oxiri shu qog'oz qaychi tosh o'yini, ya'ni Rock Paper Scissors o'yini g'olib chiqdi va shu loyihani mini appni qilishga qaror qildim. Xo'p, qanday boshladik? Xo'p, dastlab mana Rock Paper Scissors deb yaratib oldim. Keyin Activity mainga ana qilib chiqdim birinchi bo'lib. Mana hozir boshini tushuntirib beraman. Hop, mana ko'rishingiz mumkin hozir. Mana dasturimiz sxemasi. Ya'ni mana shu dizayni old qismi, oyna qismi. Hop. Mana liner layoutni dastlab qilib oldim. Mana ichiga yana bu 3 ta Rock Paper Scissors'dan 3 ta button alohida liner layout qildim. Keyin pastga yana alohida qildim. Mana ko'rishingiz mumkin buttonlar, mana button rock, button paper, button scissors mana. Hop, keyin esa text view berib oldim. Ya'ni text view'da shu o'yinchi bilan kompyuterning natijalari chiqishi uchun. Hop. Keyin esa mana ham text view berdim. Bunda ham shu ikkalasi ham chiqadi. Hop, keyin ham bitta liner layout oldim va buning ichiga ikkita text tashladim. Ikkita text tashkil topadi. Mana text view. Hop, ID berib oldim. TV user score, TV computer score. Hop, bunda shu o'yinchi bilan, ya'ni men bilan kompyuterning natijasini ko'rsatib turadi. Ya'ni user bilan. Hop. Keyin pastda ikkita button bor. Bu birinchisi o'yinni qayta reset game o'yinni qayta boshlash uchun, ikkinchisi esa share score. Ya'ni o'sha natijani yuborish uchun. Hop, keyin esa ham pastda ham text view qildim. Bu o'zi qisqacha tushuntirib beraman. Bu endi TV history, ya'ni shu kodlar bo'ladi-ku, masalan, adashib ketmaslik uchun, eslab qolish uchun shu kodlarni yozib ketadi. Ya'ni bitta array string list qilib olamanda. Keyinchalik hozir tushuntirib o'taman. Hop, ya'ni masalan, men rock tanlasam, keyin computer masalan paper tanlasa, o'shanda bunda yozilib ketadi. Mana birinchi stroka tushadi. User rock, computer esa paper deb yozib ketaveradi va kim yutganini ham yozib ketaveradi. Bu keyin расчет qilishga, ya'ni keyinchalik natijani tahlil qilishga osonroq bo'lishi uchun shunchalik qilib qo'ydim va qiziqroq bo'lishi uchun. Xo'p, endi asosiy main activity qismiga o'taman. Mana shuncha kod bo'ldi. Xo'p. Dastlab shu activity main XML'dagi buttonlar text view'larni import qilib oldim. Main activity Javaga mana onCreate funksiyasi yordamida ID'sini topib oldim, o'shani tenglashtirib oldim. Xo'p, dastlab mana birinchi determine winner, ya'ni winnerni aniqlash metodini yaratib oldim. Xo'p, mana bunda dastlab o'sha random funksiyasidan foydalandim. Ya'ni bu o'zi random bilan, agar videolarni ko'rib berayotgan bo'lsangiz, deyarli 4 tasidan 3 tasi chiqib oldi. Shu random orqali. Xo'p, mana bu randomda mana bunda 3 gacha tanladim. 3 gacha son tanlaydi mana, ya'ni 0, 1, 2. Xo'p, shulardan endi keyinsa shunga qarab kompyuter o'zini choice'ini tanlaydi, ya'ni o'zini tanlovini qiladi. Bu random bo'lish uchun qildim, chunki kompyuter hisobini kiritib o'tira olmayman. Rock tanla, paper tanla deb. Xo'p, shuning uchun mana case ham bera olaman. 0 bo'lsa rock bo'ladi, case 1 bo'lsa paper bo'lsin, case 2 bo'lsa computer choice text scissors qaychi bo'lsin deb. Hop, break ham berdim, o'zi qaytarib ketaveradi. Hop. Endi TV computer choice set text, buni ya'ni computer choice, ya'ni kompyuter tanlagan o'sha bitta
bitta qarorni chiqarib beradi, ya'ni rock paper scissors. Hop, keyin string round result yarata oldim o'tiruvchini. Keyin bu ya'ni natijani bitta, masalan, hozir birinchi o'ringa rock tanlab, ya'ni tosh qilib, keyin computer paper tanlasa, shu round resultga win deb chiqadi, ya'ni computer wins degan yozuv chiqadi. Hop, bunda mana user choice bilan computer choice teng bo'lib qolsa, ya'ni ikkalasi ham paper rock bo'lib qolsa, tosh bo'lib qolsa, it's a tie, ya'ni bu durang deb chiqadi. Hop, keyin esa else if'da, ya'ni shartlarni qo'yib oldim, ya'ni masalan userda rock tosh bo'lib, kompyuterda qaychi, yoki userda qog'oz bo'lib, kompyuterda tosh, yoki userda qaychi bo'lib, kompyuterda qog'oz bo'lsa, o'sha user wins yozuvi chiqadi. Hop, keyin esa you win deb menga chiqadi. Hop, keyin esa user score'da your score deb meni skorim chiqadi. Hop, bitta narsani aytib ketish esimdan chiqibdi. Hop, bu o'yinda o'sha ochkolar cheksiz bo'lib ketmasligi uchun 5 gacha o'ynaladi. Ya'ni maksimum 9 ta xod o'rishi mumkin. Mana hozir bitta odam yoki men yoki kompyuter 5 ta ochko yig'gancha o'yin davom etaveradi. Hop, tushunib oldingizga umid qilaman. Hop, keyingisi else computer wins degan chiqadi. Endi bo'ldi, tepada shu user yutishi uchun shart berib oldim. Endi esa qolgan user yutmagan holdagi shartlarda esa computer wins yozuvi chiqadi. Hop, keyin esa string user choice text. Mana rock paper scissors bu endi userniki, ya'ni mana shu 3 ta bor-ku, bitta masalan rock tanlasam, bunda o'sha 0 bo'ladi, 0 ni rock deb olib ketadi. 1 tanlasam paper olib ketadi. Va user choice textga shuni tenglashtirib qo'yadi. Hop, keyin esa string history entry deb yarata oldim. Bunda u deb meniki, mana natijalarim chiqishni boshlaydi va mana u plus user choice text, ya'ni men masalan tosh tanlasam u plus rock deydi, keyin esa computer masalan qog'oz tanlasa plus paper deb chiqadi va keyin esa result chiqadi. Masalan tosh computer paper tanlasa computer wins yozuvi chiqadi mana shu yerdagi. Hop, keyin update history deb history entry metodini ishlatish boshlaydi. Update history metodini hozir uni oxirida tushuntiraman. Endi mana shu game historyda qo'shib ketishni boshlaydi. Hop, keyin esa mana update history metodi, ya'ni bu game historyni yozib olib ketish bo'yicha. Ya'ni bu har bitta metod qaytarganda add entry deb, ya'ni bitta qatorga qo'shib ketaveradi va string builder yordamida shu ketaveradi /n bilan, ya'ni bittadan qator tashlab ketaveradi har bittasiga. Hop, keyin for the string s dan to shu game historygacha ketaveradi va history builder yordamida o'sha s ni bo'sh qator, ya'ni bo'sh joy borligini tekshiradi va yozib ketadi. Mana keyin tv history set text history builder to string va uni to string ga ham o'tkazib ketadi. Hop, keyin esa check for game winner metodi. Bunda agar user score 5 dan katta bo'lsa yoki computer score 5 dan katta bo'lsa, o'sha string final message, ya'ni oxirgi xabarni yarata oldim. Shu o'tirishni. Hop, keyin agar shuning ichida shunaqa shart bajarilsa, tepadagi yana ikkita shart qoldim. Ya'ni agar user score 5 dan katta yoki teng bo'lsa, congratulations you won the game chiqadi. Ya'ni bu shu foydalanuvchi yutdi degan. Agar bunaqa bo'lmasa, ya'ni masalan menda kompyuter 5 bo'lsa, o'sha game over, computer won the game. Ya'ni o'yin tugadi, kompyuter o'yinni yutdi deb chiqadi. Hop, keyin esa tv result esa mana set text final message deb chiqaradi. Keyin esa ya'ni o'sha 5 ta ochko bo'ldi-ku, ya'ni o'yinning maqsadi ham bo'ldi, tugadi. Endi esa shuning uchun false bo'lib, ya'ni mana shu 3 ta buttonlarni false qilib qo'yiladi. Ya'ni bu endi kerak emas, endi qaytadan tanlash imkoni bo'lmasligi uchun. Hop, keyin
reset game ana funksiyasi. Bunda your score'da mana reset game knopkasini bossam, ya'ni ikkita your score computer score'ni masalan 4-5 bo'lsa 0 qilib qo'yadi. Keyin game history'ni clear qiladi. Ya'ni o'yin shuncha history kodlarni analiz qilish endi bo'ldi, kerak emas, biz reset game bosganimizdan keyin. O'shaning uchun hammasini o'chirib tashlaydi. Hop, ya'ni bu clear funksiyasi yordamida o'z array listni hop kelsa, mana tepadagi 3 ta buttonni ham enable qilib qo'yadi, ya'ni bosiladigan, ishlaydigan qilib qo'yadi. Hop, keyin share score. Bunda shu o'yinda meni skorim bilan kompyuter skori chiqadi. Ya'ni natijalar, meni natijam 4 ochko bo'lsa, menikida 4, kompyuterda 5 deb chiqadi. Hop, keyin esa mana bu pastda esa 3 ta metod bu. Shunchaki men masalan rock tanlasam 0 qiymati kelishi uchun determine winner metodini ichiga paper tanlasam 1 qiymati kelishi uchun va qachon tanlasam 2 qiymati kelishi uchun qildim. Hop, qani endi bo'lmasa keyingi ishlatib ko'ramiz. Hop, run qildim. Hop, biroz kutib turish kerak. Mana connecting to the emulator. Hop, bu boya sinab ko'rgandan o'zim hozir chiqadi. Bu run bo'lgancha sizlarga bitta gapim ham bor edi. Ya'ni agar bu kanalda yangi bo'lsangiz, kanalimga like bosib, videolarni ko'rib, kanalga obuna bo'lib qolishingizni so'rab qolaman va meni Telegramda ham o'zimning kanalim bor. Ya'ni Telegramda Android with Anvar deb yozsangiz, mana shu birinchi kanalim chiqadi. Va obuna bo'lib qolsangiz, bu kanalda shu har bitta video qilishdan oldin so'rovnoma qilaman va so'rovnomadagi eng ko'p ovoz to'plagan loyiha mavzusi masalan memory card yoki X0 bo'lsa, X0 ko'p to'plasa, shu X0 bo'yicha video qilaman. Hop, siz ham o'zingiz kelsa shu kanalim bo'yicha yangiliklarni ham tashlab boraman. Hop, mana o'yin ham ishga tushib oldi. Qasdini ko'rasiz. Masalan, men boshqa rock tanladim, tosh. Computer wins. Computer paper tanlabdi. Hop, kompyuterda 1 ochko. Mana sizga ham bo'lsangiz, mana pastda game history'da ham chiqdi. Ya'ni you rock, ya'ni men rock tanladim. Toshi computer paper, ya'ni kompyuter qog'oz deb chiqdi va teng katta belgisi o'rnaldi, ya'ni computer wins, ya'ni umumiy natijani ham o'ziga saqlaydi game history'da. Hop, mana paper qildim. Bundan ham yutdim. Mana bunda user wins chiqdi, xuddi boygidek. Hop, endi scissors. You win. O'sha ikkinchi marta yaxshi. User wins, hop, paper. Uchinchi marta yaxshi. Hop, menimcha rock bo'lsa kerak. Mana ko'rishingiz mumkinki, mana men ham rock tanladim, kompyuter ham rock tanladim. Bu holatda it's a tie degan yozuv chiqadi va hech kimga ochko qo'shilmaydi. Men ham bitta rock qilaman, computer wins. Hop, ham bitta rock qilaman, computer wins 3-3. Hop, scissors qilaman, you win, yaxshi, 4-3. Hop, paper qilaman, yana necha bo'ldi? Durang. Hop. Mana va nihoyat rock tanlandi va 5 ochko birinchi to'plaganim uchun tepadagi 3 ta knopka enable o'sha o'chirib qo'ydim va ishlamay qoldi. Mana bossam endi ishlamaydi. O'yin tugadi. Ana birinchi 5 ta ochko to'plaganim uchun user wins yozuv chiqdi va bu yerda congratulations you won the game va uni tabriklaymiz, siz o'yinni yutdingiz degan yozuv chiqadi. Mana your score 5, computer score 3. Hop, mana endi share score bossam, mana ko'rishingiz mumkin, mana sharing text'i qisqacha qilib qo'ydim. Bu chunki u sal qiyinroq bo'lgani uchun osonroq qilib ketdim. Zametkaga как olib qo'yishingiz uchun mana rock, paper, scissors, game, score, mana ya'ni your score meniki 5 va computer score'ni yozuv chiqadi. Mana copy qilib qo'yaman. Mana bo'ldi, copy bo'ldi. Xo'p, mana endi masalan o'ynab yana o'ynamoqchi o'ynagimiz keldi deb hisoblaymiz mana va bu holatda reset game'ni bosdim. Mana hamma narsa qaytadan
qaytadan yuklandi yana. Mana ko'rishingiz mumkin Game History ham qaytadan yuklandi. Ya'ni ichidagi barcha boyagi tekstlar o'chib qoldi, o'chib ketdi. Skorlar ham o'chdi, kompyuterniki ham o'chdi va tepadagi 3 ta button yana ishlaydigan holga qaytdi. Bunday qilib ko'ramiz, mana rock qilib ko'raman. O'qib bitta rock tanlab уже to'ra chiqdi. Computer wins, Isatay, Computer wins, to'ra va men yutdim mana. Yana chiqdi 5 mana share score qilsam, buni your score 5, computer score 4. Xo'p, yana reset qilib ko'raman. Kompyuter yutish uchun mana paper tanlab o'tiraman. Mana endi kompyuter yutdi, ya'ni bunda game over, computer wins the game. Ya'ni o'yin tugar, kompyuter o'yinni yutdi deb chiqadi. Mana pastda ham computer wins yozuv chiqadi. Xo'p, share score qilsam, mana your score 1, computer score 5 deb chiqadi. Mana yana reset game qilsa ishlayveradi oxirigacha. Xo'sh, shu bilan mana shu bugungi videoni asosiy ya'ni shu qog'oz qaychi tosh rock paper scissors o'yinni mini appini qilib ko'rsatdim. Agar mana shu kodlar bo'yicha savollaringiz yoki qayergadir xatolik topgan bo'lsangiz, izohlarni yozib qoldiring. Hamda agar sizga shu ilovani kodi kerak bo'lsa, Telegram kanalimga, ya'ni boya yozib o'tgandim, Telegramda Android with Anwar desangiz, shu kanalimda bu ilovani kodini yuborib qo'yaman mutlaq bepulga, ya'ni zip ko'rinishda tashlab qo'yaman. Agar savollaringiz bo'lsa, zip ochishni ham o'rgataman. Ya'ni shu zip ochgandan keyin papka chiqadi. O'sha papkani rабочий stolga qo'yib olib, keyin bunda ya'ni 3 ta nuqtani bosib, open bosib, shuni tanlab olamiz. Xo'p, shu bilan Android Studio bo'yicha mini kursimning 5-qismi ham tugadi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosib, izohlarni, fikrlaringizni yozib, Telegram kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. E'tiboringiz uchun rahmat.